Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli xonanda Munisa Rizayeva haqida hozirgina xabar keldi. Buni hech kim kutmagandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like tugmasini bosib qoldirishni unutmang. Mashhur xonanda Munisa Rizayeva uchun maxsus tayyorlangan minglab lolalar uning kayfiyatini ko'tardi. U sovg'a qilingan gullarni ko'rib hayratini yashira olmadi va bu haqda o'z hissiyotlarini bildirib o'tdi. Lola gullari bilan bezatilgan hashamatli xonada Munisa Rizayeva ko'zlarini yoritib, hayrat va xursandchilik bilan gullarga nazar tashladi. Uning yuzida tabassum paydo bo'lib, xursandlik bilan qo'llarini bir-biriga urib bu ajoyib sovg'a uchun minnatdorlik bildirdi. Vau, men xafa bo'lib Andijondan kelib hech narsa menga padarga qilmadilar, meni tabriklamadilar deb o'tiribman. Xo'jayinim, rahmat jonim deya Munisa samimiy minnatdorchiligini bildirdi. Rasmlarda uning yuz ifodalarida shodlik va hayratni ko'rish mumkin. U katta hayajon bilan gullarni tomosha qilib, ularning chiroyidan bahra oldi. Ko'rinishdagi shinam va nafis muhit gullarning jozibasini yanada oshirgan. Shu tariqa Munisa Rizayeva o'z muxlislari bilan ushbu xush kayfiyatli onlarini baham ko'rishga qaror qildi. Uning ushbu sovg'adan quvonchga to'lganini barcha ko'rish mumkin bo'ldi. Bu nafaqat unga, balki uning muxlislariga ham iliq his-tuyg'ular ulashgani aniq deyiladi xabarda. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like tugmasini bosib qoldirishni unutmang.